2000 millilitr yarim molarli sianid kislota eritmasidagi vodorod ionlarining massasini toping. Dissotsialanish darajasi 10%, suvning dissotsiyalanishi hisobga olinmasa. Berilishini yozamiz. Sianid kislota dissotsiyalanayotgan ekan. Kislotalar dissotsiyalansa vodorod ioni hamda kislota qoldig'i, bu yerda sianid bor desa, sianid kislota qoldig'i anioni hosil bo'ladi. Dissotsiyalanganda ko'pincha kislotani hammasi dissotsiyalanmaydi, ya'ni 100% dissotsiyalanmaydi. Nechadir foiz dissotsiyalanadi. Bu masalada ham dissotsiyalanish darajasi 10% ekan. Ya'ni sianid kislotani hammasi dissotsiyalanayotgani yo'q. 10%gina dissotsiyalanyapti. Qolgani dissotsiyalanmayapti. Eritmani hajmi 2000 ml ekan va molar konsentratsiyasi yarim molar ekan. Hosil bo'lgan vodorod ionini, ya'ni protonlar soni, protonlarning massasini topishimiz kerak. Demak, masala orqali ishlaymiz. Buning uchun molini topib olishimiz kerak, vodorod ionini. Buning uchun sianid kislotani molini topib olishimiz kerak. Demak, molar konsentratsiyani topish formulasi orqali topsak bo'ladi. Molar konsentratsiyani topish formulasi demak, mol hajmga bo'lishi kerak. Endi xuddi shu formula orqali hajmni topib olamiz. Hajmni topish formulasini yozamiz. Molar konsentratsiyani hajmga ko'paytirilsa, demak, mol chiqar ekan. Shu molar konsentratsiyaga bog'liq formulasi. Va bunga bog'liq hajmni topish formulasini ham qilsa bo'ladi, hajmni ham topsa bo'ladi. Mollar molar konsentratsiyaga bo'lishi kerak. Lekin bizda hajm bor, molni topishimiz kerak. Ya'ni molar konsentratsiya hajmini ko'paytiramiz. Molar konsentratsiya yarim molar, hajm ham berilgan 2000 ml. Faqat formulada millitrda emas, litrda qo'yiladi. Millitrdan litrga o'tish uchun 1000 ga bo'linadi. 2000 ni 1000 ga bo'lsa 2 litr. Demak, yarimga ko'paytirsa 1 mol. Moli topildi, sianid kislotani. Va uni tepasiga qo'ydik. Koeffitsiyentini qo'yib olamiz. 1. Koeffitsiyentini qo'yib olamiz. 1. Proporsiya orqali x topamiz. 1 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsa 1 bo'ladi. Faqat bu 1 molimiz hosil bo'ladi qachonki sianid kislotani hammasi dissotsiyalansa. 100% dissotsiyalansa, lekin 100% dissotsiyalanmayapti. 1 mol chiqardi agarda 100% dissotsiyalansa. Lekin bizda dissotsiyalanish darajasi 10%. Ya'ni 10% dissotsiyalangan. Demak, x topish uchun 1 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. Proporsiya orqali 1 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 0 bilan 0 qisqarib ketadi. 1 ni 1 ga ko'paytirib 10 ga bo'lamiz. 1 ni 10 ga bo'lsa 0.1 bo'ladi. 0.10 dan 1 mol. Demak, topildi bu vodorod ionini konsentratsiyasi 10% dissotsiyalangan sianid kislotani. Demak, bu ham 1 mol emas, 0.1 mol chiqar ekan aslida. 1 mol chiqishi kerak edi agar dissotsiyalanish darajasi 100% bo'lsa, 1 mol chiqishi kerak edi. Lekin dissotsiyalanish darajasi 10% bo'lgani uchun 0.1 mol chiqar ekan aslida. Va massani topish kerak. Massani topish formulasi mollar molar massaga ko'paytiriladi. Mol 0.1 mol bor. Molar massasi vodorod ioniki bor. Mendeleyev jadvali orqali topiladi. Mendeleyev jadvalida vodorod o'sha 1 ga teng molar massasi. Vodorod atominiki. Vodorod ioniki ham demak 1. 0.1 ga 1 ga ko'paytiramiz. 0.1 o'zi bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A variant 0.1 gram.